Ko'pchilik birinchi tug'uvchi ayollarimiz uchraydigan muammo haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ko'pincha homiladorlik boshidan boshlab tug'ruqgacha bo'lgan davrda sut beziga e'tibor berilmaydi va ko'pchilik ayollarimiz birinchi marta ona bo'lganda bolani ko'krak bilan boqishga qiynalishadi. Ya'ni ko'pchilikda uchraydigan muammo sut bezi uchini ichkariroq joylashishi, ya'ni sosokni deymiz, yoki bo'lmasa umuman bo'lmasligi, ya'ni juda ham chuqur joylashishi mumkin yoki bo'lmasa chiqmagan, tekis yassi joylashgan bo'lishi mumkin. Mana shu holatga yechim haqida layfhak ko'rsatib o'tmoqchiman. Buning uchun bizga mana shunaqa shpris kerak bo'ladi. Oddiy shpris, 10 grammlik shpris ochamiz. Buni o'sha birinchi farzand tug'ilgandan keyin yoki bo'lmasa tug'ilmasdan oldin ham ehtiyotkorlik bilan bu protsedurani qo'llasa bo'ladi. Ya'ni ko'krak uchlarini massaj qilganda, uqalaganda chiqmasa, mana shu usulda chiqarsak bo'ladi. Pichoq olamiz, endi sizlar xohlagan, bizda bori shu ekan, shuni topdik. Xohlagan narsa bilan mana shu uch kesib olinadi. Vakuum apparat, qo'lakka, qo'lda yasalgan vakuum apparat paydo qildik. Bu vakuum apparatimizni tushunarliroq bo'lishi uchun mana sut bezi maketini yasab oldik. Hamma holatda bo'lsa, masalan, ko'krak sut bezini areola sohasiga mana shprisimizni yasab olgan uskunamizni qo'yamiz va manfiy bosim hosil qilib tortamiz. Mana shunaqa holat bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sekund turamiz. Asta qo'yib yuboramiz. Mana o'zi paydo bo'lishni boshladi. Yana 10 sekund. Boshida 10 sekunddan boshlab asta-sekin ko'paytirib boramiz. Oxiriga borib 3 minut, 4 minutgacha ikkala sut beziga agar ikkita tomonda ham uchi yo'q bo'lsa yoki bo'lmasa bir tomonda uchi yo'q bo'lsa, bir tomoniga qo'yib tursak bo'ladi. Bu protsedurani homiladorlikda o'sha 6 oyligidan keyin agar sizga noqulaylik tug'dirmasa, ya'ni og'riq bermasa, ko'ngil aynish, bosh aylanish holatlarini chaqirmasa, o'tkazsak bo'ladi. Va albatta tug'ruqdan keyin o'sha birinchi bolani emizishga qiynalgan vaqtda protsedurani o'tkazsak, ya'ni shunaqa uskuna tayyorlab maxsus qo'lda endi tayyorladik. Tayyorlab o'tkazsak, albatta sut bezlarini uchi mana shunaqa shaklda paydo bo'ladi. Mana bu yasagan uskunamizda ham uchi sosogi paydo bo'ldi. Endi razmeriga keladigan bo'lsak, biz 10 grammlik shpris oldik. Agar uchi endi ko'rinadi-yu o'ziga. Har bir inson o'zi biladi. Kimdir 5 grammlik shprisdan foydalansa ham bo'ladi bunda, kimdir 10 grammlik shprisdan foydalansa ham bo'ladi. Albatta undan kichkinasi lekin kichkinalik qiladi. 2 grammlik shprislar bo'lmaydi o'tkazishga. 2 grammlik shprislar kichkinalik qiladi. 10 grammlik yoki 5 grammlik shprislardan foydalansak bo'ladi. Bu holatda agar og'riqlar, qattiq og'riqlar yoki ko'p qon chiqishlar bezovta qiladigan bo'lsa, bu protsedurani davom etmagan ma'qul. Ya'ni vaqtini qisqartirgan ma'qul deb hisoblanadi.